Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay və Rusiya aeroplanları Koreyani hərəkətə ötüşə məcburladı. Janubiy Koreya Xitayning 2 və Rusiyaning 7 hərbiy aeroplanının Koreya yerim aralının hava müdafiə fərqləndiriş rayoniga arqa-arqadan kirib chiqishi sababli buni to'sish maqsadida urush aeroplanlarini qo'zg'atganligini e'lon qildi. Aloqador xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Janubiy Koreya bosh qo'mondonlik shtabi Xitoyning 2 kurashchi aeroplani va Rossiyaning 7 aeroplanining shu joy vaqti 9 dekabr soat 10 atrofida Koreya yerim orolining sharqiy va janubiy sutavaligida arqa-arqadan Janubiy Koreyaning havo mudofiya farqlantirish rayoniga kirganligini, Koreya tarafining o'zining havo armiyasiga tava kurashchi aeroplanlarini qo'zg'atganligini bildirgan va buni yushurun ofat xarakterlik voqea deb atagan. Janubiy Koreya armiyasi hech qanday aeroplanning davlatning egilik huquqli havo bo'shligini buzmaganligini ta'kidlagan. Bosh qo'mondonlik shtabi aeroplanlarning havo mudofiya farqlantirish rayoniga kirishdan ilgari bayqalganligini hamda voqea jarayonida radar va boshqa sistemalar orqali nazorat qilinganligini e'lon qilgan. Bosh qo'mondonlik shtabi amaldorining so'ziga asoslanganda bombardimonchi aeroplanlar va urush aeroplanlarini o'z ichiga olgan Xitoy va Rossiyaga tava aeroplanlar rayondan chekinishdan ilgari taxminan 1 soat havo mudofiya farqlantirish rayoniga qayta kirib chiqqan. Bu xildagi uchishlar Koreya yerim oroli atrofida takrorlanadigan harakatga aylangan bo'lib, 2019-yildan buyon Xitoy va Rossiya Janubiy Koreyaga oldin xabar bermasdan yilda 1-2 qatim havo mudofiya farqlantirish rayoniga kirib, o'rtaq yoki moslashtirilgan havo harakatlarini ijro qilmoqda. Shuningga o'xshash eng yangi voqea 2024-yil noyabrda Xitoy va Rossiyaning 11 harbiy aeroplanining Janubiy Koreyaning Sharqiy dengiz qirg'og'idagi Dokdo havo tashlariga qarab birlikda rayonga kirishi bilan yuz bergan edi. Xitoy bilan Rossiyaning buningga o'xshash moslashtirilgan uzun masofalik Osiyo harakatlari Alyaska havo mudofiya farqlantirish rayonining yaqin atrofini o'z ichiga olgan boshqa rayonlarda bayqalgan. 2024-yil iyulda Amerika va Kanadaning o'rta qo'mondonlik shtabiga tava urush aeroplanlari Alyaska havo mudofiya farqlantirish rayoni ichida o'rtaq harakat qilayotgan Xitoy va Rossiyaning harbiy aeroplanlarini to'sgan edi. 6 dekabr bo'lsa, Yaponiya mudofaa vazirati Xitoy dengiz armiyasiga tava Liaoning aviamatkasidan havoga ko'tarilgan urush aeroplanlarining Okinawaning sharq-janubidagi xalqaro dengiz rayonidagi 2 ayrim uchirish jarayonida hujum kontrol radarlari orqali Yaponiyaning F-15G tipli urush aeroplanlarini nishonlaganligini bildirgan edi va Xitoyning bu xatarlik zo'migarligi Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi yirikchilikni texmo kuchaytirib o'tgan edi. Qozog'iston neftining bir qismini Xitoyga yo'tkashni qaror qildi. Qozog'iston Energiya Ministrligi chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, Ukrainaning o'tgan oyda Kaspiy turbi yo'li birlashma gavdasining Baltiq dengizidagi terminaliga qaratgan uchquchisiz havo apparati hujumidan keyin Qashag'an neftligidan elingan zo'r miqdordagi neftning bir qismini Xitoyga yo'tkaydiganligini jakarladi. Bu qaror musha haftaning 5-ida 2 nafar uchur manbasining Reuters agentligiga bergan ma'lumotidan keyin oshkorlandi. Mazkur manbalarning bildirishicha, Ukrainaning hujumi natijasida birlashma gavda terminalining ziyonga uchrashi tufaylidan Qozog'iston hukumati dekabr oyida Qashag'andan Xitoyga tunji qatim 50 ming tonna xom neft ta'minlashni planlagan. Yer shari xom neft ta'minotining 1%ni egallaydigan, shundaqla Rossiya, Qozog'iston va Amerika paycheklarini o'z ichiga olgan bu birlashma gavda yuklash ul aslahalarining muhim tarkibiy qismi bo'lgan 2 nuqtaliq bog'lash sistemasining hujumda ziyonga uchrashi sababli eksport miqdorini ozaytirishga majbur bo'lgan. Ukraina taraf avgust oyidan buyon Rossiya armiyasining moliya manbasini ojizlatish maqsadida Rossiyaning energiya ul aslahalariga qaratgan hujumlarni kuchaytirgan bo'lsa-mu, ammo birlashma gavda aslahalarining xalqarodagi o'rni va xususiyati nazarda tutilib, bu aslahalarga hujum qilish qarori Qozog'iston va Rossiya tarafidan ayblandi. Qozog'iston Energiya Ministrligi Ukrainaning birlashma gavdaga tava dengiz terminaliga qaratgan hujumining eksportni butunlay to'xtatib qo'ymaganligini eskartdi.
Zelenskiy saylam o'tkazishga tayyor ekanligini aytdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Trumpning o'zi haqidagi urushni bahona qilib saylamdan qochib degan so'zlardan keyin bexatarlik sharoiti kapolatga ega qilinsa 2-3 oy ichida saylam o'tkazishga tayyor ekanligini bildirib, Amerika va Yevropadagi sheriklarini urush mazgilida saylam o'tkazish uchun zarur bo'lgan muhitni yaratishga yordam berishga chaqirdi. Zelenskiy Rimda muxbirlarga qilgan so'zida yaqinqi mazgilda Amerika amaldorlari bilan bo'lgan aloqada bu temaning muzokara qilinmaganligini aytib, saylam to'g'risidagi qarorning faqat ukrainaliklarga tava ekanligini ta'kidladi. U Kiyevning siyosiy sabablar tufaylidan saylamdan qochayotganligi to'g'risidagi da'volarni rad qilib, urushning davomlashishining huquqni kimning tutib turishi bilan munosabatsiz ekanligini eskartdi. U Rossiyaning hujumlariga qaramay saylam o'tkazish uchun bexatar sharoit hozirlash kerakligini, shundaqli qonuniylikka kapolatlik qilish va oldingi safdagi askarlarning saylamga qatnashishiga yo'l qo'yish uchun qonunga tuzitish kirgizish zarurligini ta'kidladi. U Amerika va Yevropadagi sheriklarini Ukrainada zarur bexatarlik muhiti yaratishga yordam berishni talab qilib, agar yordam ta'minlansa, Ukrainaning 2-3 oy ichida saylamga tayyor bo'ladiganligini aytdi. Prezident Zelenskiy texmo keng bexatarlik masalalari ustida to'xtalib, Kiyevning 10 dekabr oxirgi tinchlik planini Washingtonga topshiradiganligini bildirdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.